Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Huzur TV kanalında gaile derslerini devam etimiz. Hem bugün biz İslam'da gaile ehemmiyeti turunda sözünü alıp barırız. Cemaat, hazırga statistikini qarasak, ZAKS bizga şuşu bütün statistikalarını ko'rsatadi. Hem shunda ko'rabizki, hazırga erlar da, qizlar da 35'te, 30'da kiyevga chiqanlar ham uylanirlar. Şuşu qizlar bilan, yigitlar bilan o'tirib silashgach, nishlab uylanmaysan, nishlab kiyevga chiqmaysan? Hazrat boshdan diplom, onlari kvartir, onlari mashin, bitinisi bo'lsin, onlari kiyevga chiqam, onlari uylanam. Chunki balki şuşu kiyev meni yaratmaycha taloqlarin berir, men qo'ya ketdim deb aytdi. Yamat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde nersedi? İnnemel a'malu bin niyet. Her bir amel niyetten tıra. Eğer de siz kiyevge çıkkanda ev ilengende tırıp qarayık eli buldırıp bulurmiken deyip aytsangiz, niyetleseniz buldırıp bulmayın. Tırıp bulmayın. Ol gailede de, ol urazada da, ol namazda da, ol bütün izgi amellerde de, ol ışıgızda da, ol qoya qaramasan. Çünkü bine uraza ayında da Hazret yarım iken birinci gün tutup qarayım buldırıp bulur mu yok mu deyip bine şulay şiklenip urazaga kelgan, ev gailega kelgan kishi buldira olmaydi. Şuna göre niyetigiz to'liq bo'lsin. İnşallah, ya Rabbim, g'umrlik nikohlarin qil. Ya Rabbim, g'umr bo'yi birga bo'lib, par bo'lib, baxtli bo'lib yasharga nasib qil. Hem biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan hadis şeriflerini qarasak, Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı kitabında aytgan, bizga aytgan so'zlarini qarasak, shunda cemaat jannatga kiruv yo'llarin Rasulullah ko'rsatadi. Hem in jingil, in xayrli, in yaxshi jannatga eltatirgan yo'l ul g'oyla. Ul g'oyla jamaatul muslimin. Masalan, shu hadisni esga olaylik. Qoya Rasulullah sallallohu alayhi va sallam nersadi? Agarda siz umr bo'yi birga tursangiz, ham qartayg'ash, erigiz bu dunyodan ketganda men rizo baxil bo'lib ketar ekan, shunda xotini jannatda deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Xotini jannatda deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Jamoat bu nindi zo'r garantiya jannatga kiruv. Jannatga kiruv. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytmi, agarda sening uying bo'lsa, mashinang bo'lsa, sen zo'r darajalarda ishlasang jannatga kirasan deb aytmi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirisincha ayta, ko'proq mulkat, ko'proq oqshang bo'lsa, shu xatli uzoqroq jannatga kira olmaysan de. Shu xatli uzoqroq qiyomatda turib javobini har bir tiyin uchun, har bir aybir uchun javob berarsan. Shukr so'rov beralar. Hazrat, qachon uylanik, qachon kiyevga chiqaylik? Albatta javob og'irroq bo'lardir. Men narsa deb javob beram, durak bosh bilan yosh vaqtida chiqsangiz xayrliroq deyim. Chunki ko'pmi uloyg'ash, ko'pmi sizga ko'proq yoshlar bo'lg'ach, sizning ko'proq ko'zlar ochila, siz ko'proq dunyo ko'rdingiz. Ham shu kishini ko'proq tekshira boshlaysiz. Qarali, dars o'tirmay, dars pishirmay, dars ishlamay, dars yolmaymay, dars aytmay, prichoskasi, kiyimi boshqasi, sabab million jamaatul muslimin. Shuna ko'ra ko'pmi ertaroq kiyevga chiqsangiz, ko'pmi ertaroq ilansangiz, shu xatla jannatga kiruv yengilroq bo'lar. Albatta statistika ana da sili qachon qaybirlar ketira, kim agarda ertaroq kiyevga chiqsa, ol g'oyla hikmatin, g'oyla ahamiyatini anglamay ham ayriluv da ko'payadi deb aytadi. Jamoat, shuna ko'ra bizning hukumatimiz bor. Kim nersadi? 18 yosh. 18 yoshdan ertaroq yaramaydi. Pasportlarini olg'ash, uloyg'ash, diplomlarini olg'ash, kiyevga chiqu albatta xayrliroq, ilanu albatta xayrliroq jamoat. Shuna ko'ra niyat diriz bo'lsin, ilaning.
İnşallah şu xotinin bilan, erim bilan umr bo'yi birga turayim. Hem Allah birse jannatga da birga qarayik deb. Shu turida unutmag'iz, chunki oila ul jannatga ilta turgan yo'l. Hem qachon biz taloq so'raymiz, hem qachon biz taloq beramiz, biz ya'ni jannatga ilta turgan yo'lni kesamiz. Shu turida unutmag'iz. Demak, kelib yozib so'rovlar berasiz. Hazrat, mana siz xotin qizlar turunda ko'p siyleysiz, erlar turunda az siyleysiz. Mana dinda bir tegizlik bo'lirga tiyish. Ey jamoatul muslimin, alhamdulillah robbil alamin, qachon o'tgan asrda shusha bizning davlatlarda, ko'rshi davlatlarida turli bayroqlarini ko'tarib, mana xotin qiz Allohga shukr erga tegiz bo'ldi deb aytularini biz o'qidik, ko'rdik, eshitdik. Lakin şunu bilen cemaat nersesini ko'ramiz. Xotin qiz asfalt sala, xotin qizning bolalarga tarbiya berirga vaqti yetmay, ul kun-tun ishda, dunyo quva, erlarda bolalar o'zlarigina o'sa. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo aytayapti, "Ayyi dinda tegizlik. Ayyi kim yaxshiroq, ermi, xotin qizmi?" Yo'q. Alloh subhanahu va taolo narsani anlatdi, ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam narsadi. İrad oilaning boshi. İrad oila uchun javob beradi. İrad ayyi rizo bo'lib oldim degach, oilani ta'min etarga tiyish. Oshatirga, kiyindirga butunisi ham shuni bildirir uchun 25 soatmi, 30 soatmi kunina ko'pmi kerak shu xatni ul ishlarga tiyish. Lakin baribir oilaga ixtiborini qoldirib, ham oilada o'z xotinina ul er bo'ladi. Mana ko'p kishilar so'rovlaringizni, siz so'rovlarni yozganda, Hazrat, erim gil ishda menga da e'tibor etmay, bolalarga da e'tibor etmay, bu da durust değil jamoat. Er oilani da ta'min etarga tiyish. Shuluq vaqtda xotinga er bo'lirga, bolalarga ati bo'lirga tiyish. Xotin qiz albatta ul idagi bo'lgan ushaqni, muhitni saqlovchi. Shul turunda unutmang jamoat. Xotin qiz ul mo'yin, mana shu mo'yin degan so'zda butun bizning totor xalqimizning hikmati, butun totor xalqimizning tarixi, g'adati butunisi onda kirgan. Chunki kim muhimroq, boshmikan, mo'yinmikan, ana nesha qaraysiz jamoat. Kim jitaklimikan, boshmi, mo'yinmi? Ko'proq mo'yindir. Shunga ko'ra xotin qizlar, siz yig'lagancha, siz erigizga oshulangancha o'z vazifalarini o'taga shu mo'yin, ida bo'lgan muhitni saqlab, ida bo'lgan ushaqni saqlab, bolalarga tarbiya berib, shu turunda unutmag'iz. Albatta, oila ul jannatga ilta turgan yo'l. Ham oila, agarda oilada biz har birimiz o'z tartiblarini, o'z vazifalarini o'tasak, ikimiz da jannatda bo'lamiz. Agarda irod ul gil ta'min ita, ayyi bolalarga ul ati, lakin xotin turunda unutgan, xotina bo'lakta bermay, xotinina yilmaymaydi, vaqti yo'q, halsiz qayta, chunki oilani ta'min etarga tiyish. Xotin shularga o'pkali, ala boshqani yaratgan mikan, ala sulg'a unga yeri boshlagan mikan deb shiklana boshlay, ham shayton vasvasa ita. Shukra hurmatli erlar, sizda ikki vazifa. Ayyi siz oilaning boshi, ayyi siz in birinchidan xotiningizning eri ham bolalaringizning atisi. Shunda sizda ikki vazifa, ikkisini da tegiz olib borig'iz. Hurmatli anilar, xotinlar, sizda da shu ikki vazifa. Siz ayyi bolalaringizga, siz ani oyoq ostida jannat, lakin in birinchi siz erigizga xotin. Agarda erigizni qarshi olganda, siz bolalarning ani shaklli qarshi olsangiz, dariz bo'lmas. Shunga ko'ra vazifani unutmag'iz. Oila osha jannatga kirik. Albatta jamoat, Allohning rahmati bilan bizni televizor tarbiyalagan, bizni Meksikan alla nindi seriallar bizga yuratgan nishib oila bo'lirga tiyish, eri so'lga yurarga tiyish, xotini da so'lga yurarga tiyish. Shunda biror yaqin do'stmi, bir yaqin qiz do'sti bo'libmi, shularga butun sirlarini silab ham shusha irata deb ham biz jamoatul muslimin silarga tiyish bizmi yo'qmi? Ida bo'lgan shubni uramga shig'arikmi yo'qmi? Albatta jamoat in birinchi qiz bola
әни янына шабып, әни менә ул бит шундый тегенде дип, һәм әни җәмәгать шушы мизгелдә сез ирегез турында начар дип әйткәндә, әниегез аждаһага әйләнә. Һәм әниегез сезне ярата, сезне гафу итә, валакин кияүне ул ашап бетерә. Һәм шушы мизгелдә ничек урыс әйтә, ул төшчегә әйләнгән. Әбигә әйләнгән һәм әни дәрәҗәсен югалтқан кыз сезне ул гафу итеп, валакин ирегезне ул гомердә гафу итмәс. Нәкъ шул ук ирегез дә әнисенә әнием менә ул пешерә белми, аның менә бит кулыннан килми дип, сез ялгыш зарлангач, сезнең әниегез дә аждаһага әйләнә. Ул сезне яклаячак, ул сезне гафу итәчәк, валакин хатыныгызны гафу итмәс, гомердә гафу итмәс. Шул турында онытмагыз, шуңа күрә игездә булган гаугау, игездә булган тавыш, аны урамга чыгармагыз. Әти-әниләргә дә сөйләмәгез, чөнки әнигә сөйләгәч, әни төн буе җылый, сез 5 минуттан соң дуслаштыгыз да гырләп ятасыз. Валакин төрле хәлләр була. Шунда әлбәттә хәзерге чорда Аллаһка шөкер безнең психологларыбыз да бар. Бәлки менә сезнең рухи стазлар булсын, хәзрәтләр булсын, кем сезгә никах укыган, кем сезнең балаларыгызга исем кушкан, һәм кем белән сезгә җиңел аралашырга, җиңел сөйләргә, валакин сез беләсез, шушы хәзрәт читкә аны чыгармас. Шуңа күрә менә шундый һәрберебездә шундый рухи остаз булсын, кем белән серләшеп, сөйләшеп, һәм алар сезне өйрәтеп, кирәк икән сезне ырышып, чөнки шундый хәлләрдә була. Бер хатын кыз ирен китергән, зарлана сөйли, хәзрәт ул шундый, ул мондай, ул үз әти-әнисенә күбрәк игътибар бирә, минем әти-әниләремә әзрәк игътибар бирә. Шунда шушы хатынны әзрәк ырыштым. Әйтәм, ул аның әти-әнисе, теләсә дә ул тигез алып бармас, чөнки ул аның әти-әнисе. Ул сезнеке. Сез елмайсагыз, нишләтсәгез дә, ул аныкы калыр, бу сезнеке калыр. Шунда шушы хатын кыз үпкәләп, хәзрәт, мин аны китердем, сез аны вагазлар өчен, сез миңа ябыштыгыз дип, валакин күпмедер вакыт үткәч шалтыратып, рәхмәтләрен әйттеләр. Чөнки җәмәгать ул аныкы әти-әни. Һәм бу сезнеке әти-әни. Аны онытмагыз. Һәм рухи стазлар булып, алар белән серләшеп, алардан нәсихәтләрен алыгыз. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля һәр гаиләгә бәхет бирсен, һәм гаилә аша җәннәткә кергән насыйп итсен. Хузур ТВ каналында гаилә дәресләрен карагыз.